Assalomu alaykum. Bizni baraka savdomiz ashaddiy muxlislari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar va chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugun yana o'sha Husanboy ukamiz oldiga kelganmiz. Yana zo'r sog'liqli qo'chqorlardan olib kelibdilar. Akalar, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa boshqa kanallardan chiqib turganidan ko'ra arzonroq va sifatliroq zo'rlardan chiqazib berishga harakat qilamiz. Akalar, bizni bu tomondan sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa zo'rlardan chiqarib berishni sizlarga ilinishlikda, xudo xolasa qoralaringga zo'r qo'zlar qo'chqorlarni, sollularni yetkazib berishda biz xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimosimiz, video ko'p tarqalish uchun like bosib, xudo xolasa podpiska bosib, podpiska qilib tursalaring, qarindosh guruhlarga, oshna guruhlarga tarqatib tursalaring, akalar, xudo xolasa biz videolarimizni boshlaymiz. O'sha Husanboy ukamiz, arzon Husanboy ukamizni oldilariga yetib kelganmiz. Akalar, sizlardan iltimos, poddashga qilib tursalaring, xudo xolasa biz zo'r narsalarni chiqarishga harakat qilamiz, akalar. Husanboy, hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'ylarni oldingizmi? Dovsaki oldi, aslida liniyalik zo'rlardan keldi. Liniyalik zo'rlaridan, xudo xolasa zo'rlar keldi, aslida bugun. zo'rlardan keldi. Narxlari arzonmi? Narxlari to'g'risi arzon aslida. Yo'q, bilaman. Misol ko'pchiliklarga nima desa bo'ladi? Qirg'izistonda qo'ylariga tushunmaydigan akalar ukalarimiz bor. O'shalarga ham bir og'iz gapimizni o'tkazamiz. Akalar, xudo xolasa biz chiqaryapib turgan so'g'liq qo'chqorlar, qo'zilar biz go'sht yo'nalishiga emas, mana shu O'zbekistonimizda, vodiyimizda, O'nak viloyatimizda Qirg'izistonda nasldor qo'ylarini ko'paytirish maqsadida shunaqa qo'ylar chiqariladi. Akalar, ko'rib turibsizlar. Biz ham akalar biz ham ishqiboz bo'lamiz shunaqa narsalarga. Kelajakda ulardan xudo xolasa seleksioner qilib turib ish olib borishsa, Husanboy, xudo xolasa keyingi sotilyapti turgan mana buldozer dibonlaridan, bu gerakil dibonlaridan, shunaqa qo'zlardan chiqishdi. Biz ham xudo xolasa intilib turib shunaqa narsalardan zotib olishlaring uchun akalar, xudo xolasa biz ham harakatdamiz. O'shaning uchun bularni go'sht yo'nalishiga pichmaysizlar, go'shiga pichmaysizlar. Go'shiga pichanadigan bo'lsalaring, buni go'sht anaqasi, agar uylaringga misol hisoblaydigan bo'lsalaring 250-300 ming so'mdan go'shiga pul bera olasizlar-da buni. Lekin bular nasldor qo'yligi uchun ko'pchilik aka-ukalarimiz bilishadi. Shu tomonlama bular nasldor qo'y bo'ladi. Xo'p, Husanboy, birinchi partiyamizga qo'chqor aslida aka. Qo'chqor, xudo xolasa. Husanboy o'zlari olib keladilar. Bu yerda Hasanboy ukamiz ham borlar. Mana bu yerda Hasanboy ukamiz. Hormang Hasanboy. Assalomu alaykum. Xudo xolasa savdolaringga baraka bersin. Zo'rlardan olib kelibsizlar-a? Zo'rlardan kelibdi. Husanboy, qo'chqorimizga gap yo'q. Akalar bittadan mashalloh deb qo'shni esdan chiqarmaysizlar akalar. Xudo xolasa videolarimizni biz mana birinchi partiyamizda mana shunaqa zo'r qo'chqordan boshlaymiz. Akalar, xudo xolasa Husanboy ukamiz aka buni liniyasi ham bor. Har tomonlama qo'chqorimiz kelgan dedilar. Zo'r, mana quloqboshlari ham qaytarilgan ekan akalar. Lekin qo'chqor ideal ekan. Mana oyoq kastaklariga, istagan tuyoqligiga bir e'tibor berib qo'yinglar akalar. Husanboy, bu qo'zi qo'chqorimiz yosh ma'lumotini beradigan bo'lsangiz. Yoshi aslida aka 4 yosh aslida. 4 yoshmi, 2 yoshmi ko'raylikchi? 2 yosh aka aslida. 2 yosh ekan. O'zlari olib kelganlar, o'zlari ham bilmay qoladilar. 2 yosh qo'chqor ekan. Men qo'yni basharasiga qarab bildim-da, to'g'risi gap. 2 yosh, 4 yosh narsa bundan katta bo'ladi-da. Husanboy akamiz ham mana razrezlari ham cho'tka ekan, dumpum bir haligi aralashmagan ekan-a. Hop, 2 yosh. Quloqlari Husanboy bir pamoyim 20 chiqib qoladi. Ha, 20 chiqadi. 20 o'lchaga olishadi. 20 chiqib qolishi ekan, chiqib qolgan akalar. Xudo xolasa qo'chqorimiz haqiqiy ideal narsa ekan. Xo'p, Husanboy, buni kelib chiqish ma'lumoti. Birkasini olib tashamsizlar buni? Ha, birkasi olib tashladim. Birkasi olib tashladim. Akalar, nima yoki mana yerda quloqda chicha chaqasi bo'lib qolgan ekan, shu tufayli birkasi olinibdi. Lekin narigi quloqlari but-butun-a? But-butun. Husanboy, qo'chqor qalay ekan? Cho'tka ekan, o'zimga ham yoqdi akalar. Xudo xolasa ana oyoq kengliklarini ham bir e'tibor beringlar. Husanboy, endi bularni buni 1 metrlab ham beraylik. Metrlasak akalar 90 ga olishaver ekan-a? 90 ga olasiz. 90 ga olishaver ekan akalar, lekin mana tush tomonlarini ham qaranglar akalar. Mana shu yerdan oqarishni boshlab, taglaridan cho'tki bo'lib bir petno degan narsa yo'q ekan akalar qo'chqorimizda. Bir petno u yog'ida misol haligi bo'lgan, bir haligi degan narsasi yo'q ekan qo'chqorimiz, lekin ideal narsa ekan akalar.
Simjun, toza simjun. Husanboy endi buni maqtaganimiz bilan ertalabgacha ham maqtaveramiz, to'g'risi gap. Buni narxiga kelsak, oldi qoshdi qilmang. Sizga ham foyda qilsin. Olgan odam ham maza qilib bolasini olib yursin. Yo'lda asraga tortishmadan aytamiz. Aha. $1000 ga dastlabkasini yetkazib beramiz asraga. $1000 dastlabkasini yetkazib berasiz. Videoni cho'zmay. Bo'ldi. Xudo xolos mana akalar, lekin men o'ylagan narxim bo'ldi, to'g'risi gap akalar. Oshiq-poshiq bo'lmadi. Men o'ylagan narxni qo'ydilar. Hasan bu endi bitta qo'chqorni yurgizib ko'rsatsak-a. Ashaqdan bitta qo'yib yuboringchi mashaqqa. Akalar oyoq boshlarini ham qaranglar qo'chqorni. Qani mashaqqa bitta qo'yib yuboringchi Hasan bu. To'sing Hasan bu. Qo'chqor haqiqiy yomon ekan lekin. Mashaqqa juda o'ramoqchi. Qaytaran Hasan. Bizcha sho'xra olgan akalar, to'g'risi gap, ancha chorslik qilib qoldi, qochib ketib qoldi. Aka, Husanboy telefon qilsa, ishlarni bitirib berasiz, ha? Xudo xolasa endi ikkinchi partiyamizga sololarga o'tamizmi? O'tamiz. Bo'ldi, ketdik. Akalar, mana mashalloh, mana jonivorlar nima deyapti? Sololarga bir ahamiyat berib qo'yinglar akalar, to'g'risi gap. Asraga arashan sog'liqlar. Qirg'izistonda Arashan bo'g'oz sog'liqlari, mana qo'chqorimiz ham yetib keldi mana akalar. Qo'chqorimiz juda chorslik qilyapti turadi, mana yetib keldi. Ha jonivor. Husanboy, bu yerda soni nechta? Bu yerda soni 30 dona asraga. 30 dona. Mana akalar qo'chqor sho'x dedim, mana shu yerdan o'tdi. Xo'p, bu yerda soni 30 dona yosh oyliklari. Yoshlar 2 4 6 asraga. 2 4 6. Bo'g'ozliklari ham akalar, lekin naq bilinib qo'yganlari juda serob ekan akalar. Lekin mana buni qo'ylar qonunga qarang. Toza oq yuz Qirg'izistonda Arashan sovullaridan baqamiz degan akalarimizga mana tavsiya qilib qolamiz. Olib, tashab, maza qilib ko'paytirishib bolasini olib yurishlarini mana tavsiya qilamiz akalar mana shu sovullarga. Lekin ichida gigant sovullar ham bor ekan. 90 sm chiqadigan sovullar ham bor ekan. Akalar 90 sm uradigan katta sovullar ham bor ekan akalar ichida mana buni qo'yiladi. Bo'g'ozligiga ham bir ahamiyat berib qo'ygan ekan. Bo'ylig'idan mana yelinlaridan qo'ylarimiz ko'p yelin tashab qoronso bo'lgan ekan akalar mana. Husanboy soni 30 nechta dedingiz? 30 dona. 30 dona soni. Soni 30 dona Husanboy. Bularning bo'g'ozligi qanaqa, keyin yosh oyligi qanaqa? Bo'g'oz asraga 2 4 6 asraga. 2 4 6. Bir so'z isboti bilan bo'lsin deb o ashlarni bir ko'rsatingchi Husanboy. Mana akalar. Men bu yoqdan desam, Husanboy ukamiz bu yoqdan oldilar. Asraga. Ikkitishmi qani yaqinroq olingchi. Ikkitish qo'y ekan, quloq oshlari ham juda kelgan ekan jonivorni mana. Ikkitish qo'y. Kerak, lekin go'zal narsalar haqiqatdan so'z isboti bilan 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylar ekan akalar. Mana akalar toza simjun. Juda oxiy. Zo'r ekan, qo'chqor ham bu yerga yetib keldi akalar. Salom, ash qo'ygan bir ish qilib ketdim. Ash qo'ydan bir o'shanchi. Mana ashna. Ash qo'ygan bir ish qilib ketdim yana. Bo'ynida egiz tumorlarigacha bor ekan-da akalar. Mana jonivor. Qani mashinaqa tumorlarni ham ko'rsatingchi bir. Egiz tumorlar. Chili ko'rsatib keting biralik. 4 tish. Ishini ochib qo'ying deyalda qilib uni o'shani ko'rmagan odam hali qiladi mana akalar. 4 tish qo'ygan. Orqasini ham ko'rsatingchi. Orqa razrezlari ham cho'tki ekan akalar. Simjun ekan. Hop, Husanboy bo'ldi. Videomiz ko'p cho'zmaylik akalarimiz, xudo xolosa kelib ko'rib olishsa ham tavsiya qilamiz. Kelib ko'rib olsalar ham akalar, xudo xolosa ishlar bitishadi. Xudo xolasa ishlarni bitiramiz. Ishlarni bitirib berasiz. Hop, mashg'ulotga ham bir o'sha Husanboy mashg'ulotga ham bir ish qilib ketdim men. Basharalar toza oq yuz, qorinlar sob bo'lgan ekan mashq qo'y. Jonivor. Tishini ham bir ochib qo'yingchi mashina. 4 tish. Akalar 400 so'liq, lekin juda bahaybat so'liq ekan mana so'liq. Qirg'izistonda mana akalar mana shu so'liqlardan mana shu qo'chqorlar, xudo xolasa, mana shu qo'chqorlardan tushirib olasizlar. Mana shu so'liqlardan mana shu qo'chqorlarni olib tashlang akalar, xudo xolasa seleksiyani yo'lga chiqarib olasizlar. Akalar, quloq oshlarini qaranglar. Hop, Husanboy videomizni ko'p cho'zmaylik. Bulardan narx-navosiga kelsak, ortishmaydan qilib aytaman. 7 million so'mdan kelib ko'rib olish olsin. 7 million so'mdan. Bular qog'ozga emas, so'mda. Bular qog'ozda emas, so'mda, xudo xolasa chiqarib berishyapti Husanboy ukalarimizga, lekin mashq qo'ydan burishangchi, mana shu ushadingizmi hozir? Mashq qo'ydan burishangchi. Mana shu besharasida shiram liniya bor ekanmi? Men bilmayman, besharasi shiram yo'qligi mashq qo'yda. Qani, tishlarni ochingchi mashinani.
Bu boshqa qo'y ekan, ha? Ektish qo'y ekan, ha? Shular ekan. Ektish qo'y. Ektishdan 4 ishga yangi o'tgan qo'y biz ekan. Razrezlarni ham ko'rsatingchi. Haligi mana bitta qo'yga o'xshaygan. Hisobni hozir bitta mushak ko'rdingiz. Bir dona qo'yga o'xshaygan. Buni ham ekistimor bor ekanmi yo'q ekan? Buni ekistimor yo'q ekan. Akalar, tavsiya qilaman. 7 million so'mdan 7 million so'mdan xayri bor, sizlar aka. xayri bor. Telefon qilsa ishlari bitadi. Xudo xolosa telefon qilsa o't berasizmi? O't beraman sizlar aka. Qancha? Telefon qilishsa, 6,5 ga ketaveradimi? yo'q sizlar aka. Tortishmaydan qilib qo'lidan aytmasin. 7 milliondan. 7 million so'mdan. Bo'pti, o't beradigansiz gapiring. 100 ming so'mdan o't beraman. 100 ming so'mdan emas, sen bu 100 ming so'mdan desang so'rab berardi. 200 ming so'mdan o't berasiz. Har bittasiga tanlab olsa hech puldan berasiz. Tanlab olsa sizlar aka 7 million 200 ming so'mdan tanlab olasiz. Tanlab olishga 7 milliondan berasiz. Xudo xolosa obunachilarimiz yangi kelishib, to'liq mahkam bo'lsa 7 million so'mdan berasiz. Vaqtda vasitasi aka. Bo'ldi, 7 million so'mdan akalar tanlab olishadi. Mana shu qo'chqordan tashqari o'sha yerda 30 dona so'lishidan xudo xolosa tanlab olaverasizlar. Xudo xolosa akalar videolarimizda kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Akalar xudo xolosa bizni qo'llab-quvvatlab turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolosa akalar bizni xuddi mana shunday qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizlarga biz mana shunaqa sovg'alardan, zo'rlaridan, go'zallaridan chiqarib berishlikda xudo xolosa biz akalar to'xtamaymiz. Bu qo'ylarimizdan nechtasi yoqqan bo'lsa akalar, xudo xolosa screenshot qilib, mash qo'ylarni yoqdi desalar, xudo xolosa video qilib, chiroyli qilib tashlab beradilar. So'm ukamiz ishlaringni bitirib berishadi. Akalar videomiz oxirigacha ko'rgan akalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamizni chorvalarimizga Alloh baraka bersin. Hammamiz qo'ralarimizda shunaqa qo'ylardan minglab turishini nasib o'zi o'ylasin.